Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda bugun 3-avgust soat 10:00 dan 4-avgust soat 10:00 gacha butkul to'xtatildi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni doimo kuzatib borish uchun albatta like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Obuna tugmachasini bosganlar videorolik oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling, Toshkentning 22 ta mahallasida bir sutka suv bo'lmaydi. 2026-yil 3-avgust soat 10:00 dan 4-avgust soat 10:00 gacha Mirzo Ulug'bek tumanidagi suv taqsimlash inshootida rejali profilaktika ishlari o'tkaziladi. Yirik diametrli 5 ta magistral zulfin zadvichka almashtiriladi. Shu munosabat bilan poytaxtning 22 ta mahallasida 884 ta ko'p qavatli va 7006 ta yakka tartibdagi xonadonlarda, shuningdek 242 ta davlat va ijtimoiy soha muassasalarida jami 33,017 nafar aholi ichimlik suvi ta'minoti vaqtincha to'xtatiladi. Suvsiz qolgan hududlarga ichimlik suvi maxsus transport vositalari orqali yetkazib beriladi, deyiladi xabarda. Videoga like bosib, videorolikni yaqinlaringizga ham yuborib, tezda ogohlantirib qo'ying.